ushbu bo'layotgan ishlarni oddiy ishlardek qabul qilishlar joiz emas. Ba'zilar bularni televizorda yoki yangiliklarda, WhatsAppda yoki boshqa tarmoqlarda eshitishadi, lekin e'tibor berishmaydi. Falastinda bo'layotgan ishlarni ko'rish ularning jonlariga tegib ketgan. Avvalambor yodimizda tutaylikki, Quddus bu musulmonlar fath qilgan eng sharafli makon. Musulmonlar fath qilib olgan va musulmon bo'lmaganlar unda hukm qilayotgan eng sharafli yer bu mana shu yer. Muborak yer, Falastin yerlari. So'ngra bilinglarki, bu yer muqaddas yer. Muso alayhissalom aytganlaridek, ey qavmim, Alloh sizga yozib qo'ygan muqaddas yerga kiring. Qachonki Robbimiz unga muqaddas Tuva vodiysidan nido qilgandi. Bu yerlar muborak yerlar. Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytganlaridek, Shom yerlari batahqiq u yerlar muborakdir. Shunday ekan hech ham bunga befarq bo'lishimiz mumkin emas. Shom o'z ichiga Falastin, Iordaniya va Suriya yerlarini oladi. Mana shu Shom yerlari. Bu yerlar barakali muborak yerlar. Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytganlaridek, Alloh Shomga baraka ber, Allohim Yamanga baraka ber va nusrat topadigan toifa ham. Nabiy sallallohu alayhi vasallam xabar berganlaridek, ummatimdan bir toifa haqda zohir bo'lishdan to'xtamaydi. Ularga qarshi chiqqanlarning zarari bo'lmaydi va aytdilarki, ular Baytul Maqdisda panoh topishadi. Maqdisda, Shomda.